Oyjon! Nima qilyapsiz? Senga yordam bermoqchiman. Hojatxonada qanday yordam berishim mumkin? Haligi ehtiyot bo'l. O'tir. Borib uxlashim mumkin. Hech nima qilmaydi. Sen bilan uxlayman. Birga uxlaymiz. Bo'lmasa-chi? Lekin haligi men Hech qanaqa lekini o'tmaydi. Shinshing. Shuncha yildan beri o'g'limizni yolg'iz katta qilding. Men esa er va ota sifatidagi o'z burchimni bajarmadim. Shu paytdan boshlab ketishingga yo'l qo'ymayman. lekin bu paytda ehtiyot bo'lish kerak. Alo, qariyasun. Ertaga baliq tutishga boramizmi? Bo'ldi. Qariyasun mendan xafa. Bu qariya u meni baliq tutishga chaqirishga haddi sig'di. O'g'li tez orada uylanadi. Qizim Janchang esa uni kim xafa qilayotganini va qanday yashayotgani bilan ishi yo'q. Oyi, dada, Janjan haqida yangilik bor. Janchang qayerda? Shu paytgacha Xay shahridagi bolalar uyida yashagan ekan. Hozirgina direktor bilan gaplashdim. U hozir hammasini tekshiryapti. Chindanmi? Bu ajoyib. Ajoyib. Janjang tez orada qaytadi. Siya, kel, ertaga Janjangga kiyim va boshqa narsalarni sotib olamiz. Shuncha yillar unga bera olmagan narsani mana endi beramiz. Albatta.